bolani suratiga, yordam so'ralgan joyiga sizga tegishli bo'lgan plastik kartani raqami yozilgan. Men bundan xabarim yo'q. Plastik karta sizning nomingizga ochilgan. Ha, lekin kimdir meni plastik raqamimni qo'yib yuboribdi-da. Lekin kimligini bilmayman. Qiziq. Plastik karta sizniki. Qanday qilib bilmaysiz? Chunki plastik kartam bir necha oy oldin yo'qolgan. Kartangiz yo'qolgan bo'lsa, nega uni bloklab qo'ymagansiz? To'g'risi, ish bilan bo'lib, ertaga qilaman deb yuraverman. Shu bilan vaqt o'tib ketib qopti. Keyin ichida arzigulik darajada pul ham yo'q edi. Xo'sh. Tekshiruv natijasida ma'lum bo'ldiki, sizni o'sha yo'qolgan kartangizdan, bankomatdan bir necha marotaba pul yechilgan. Katta miqdorda. Nima? Rostdanmi? Ha, Demak, kimdir meni plastik kartamdan foydalanibdi-da. shunaqa. Mabodo plastik kartangizni kodini kimgadir aytmaganmidingiz? Yo'q, lekin do'konda nimadir xarid qilayotgan paytda kassaga baribir aytasiz-ku. Shuni hisobga olmasa, boshqa hech kimga aytmaganman. Tushunarli. Assalomu alaykum, mumkinmi? Va alaykum assalom. Kelinglar. O'tiringlar. Qarshingizdagi qizni ism familiyasi Nozima Botirova. Uni taniysizlarmi? Yo'q. Yo'q, tanimadik. Sizchi? Ularni tanidingizmi? Yo'q. O'sha plastik karta shu qizga tegishli ekan. Lekin bir necha oy oldin o'sha plastik karta yo'qolgan. Endi tushundik. Siz ham bizga o'xshab firibgarlik qurboni bo'libsiz-da. Esiz. Bolalarim ichki ishlarga ariza yozibdi deng. Boshida keliningiz bilan o'g'lingizni o'zlari shu ishni qilishdimikin deb gumon qilgan edim. Yo'q, qo'shni. Men bolalarim bunaqa ish qilishiga umuman ko'zim yetmaydi. Juda ham yaxshi bolalar. O'g'lingiz ham erimga shunaqa debdi. Ishondim. Lekin odamning xayoliga shu fikr kelar ekan-da. Gapingiz to'g'ri. Bu hovli joy, uylaringizni ko'rgan odam shunaqa qilib pul ishlar ekanda deb o'ylash tabiiy. Nimasini aytasiz? Bir necha qo'shnilarchi o'zi shundoq betimga shu gapni gapirib turibdi. Uy joyni nima aloqasi bor, ayting qo'shni? Ha? Qaysi noinsof shu ishni qildi ekan-a? Bilmasam, kimdir shu oilamizni obro'sini tushirmoqchi-da, qarang. Noinsof. Meni ayrim tanishlarim ham boshidayoq o'sha rasmni ko'rib chippa-chin ishonishganda. Yosh bola ekan deb raqamlari ketdi, pul o'tkazishibdi. Ana qarang. Agar o'sha rasmni menga tashab, siz ham ehson qiling deyishmaganida bilmas edim. Nevaramiz suratidan-chi bular unumli foydalanishgan bu. Firibgar bular, firibgar. Voy, yosh boladan shunaqa foydalanish uchun o'ta noinsof bo'lish kerak. Nimasini aytasiz qo'shni, nimasini aytasiz? Yuraklarim ezilib ketyapti. Noinsoflar. Meni ichki ishlarga chaqirtirishdi. Qo'rqma deyapsanmi? Qanaqa qo'rqmayman? Ularga plastik kartam yo'qolgan dedim. Ish qilib bilib qolishmasa bo'ldi-da. Bo'pti, keyin gaplashamiz. Shohruh Vosiqov, siz Zafar Odilovning suratidan foydalanilgan e'lonni ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirgansiz, shundaymi? Shu bolaga yordam beringlar deb hammani shunga chorlagansiz. Ha, menga bunaqa e'lonlarni yuborib turishadi.
Qo'limdan kelgancha internetda tarqatib xolis yordam beraman. Lekin bu safar shu ishingiz ortidan firibgarlikda gumonlanyapsiz. Ya, bo'lish mumkin emas. Qanaqa firibgar? Assalomu alaykum, mumkinmi? Keling, o'tiring. Assalomu O'tiring. alaykum. Va alaykum assalom. Siz ularni taniysizmi? Yo'q. Sizlarchi? Bu yigitni taniysizmi? Bular siz o'sha e'londa tarqatgan bolalarni ota-onasi. Bo'lish mumkin emas. Axir u bolani otasi yo'q. Onasi bitta bechora ayol edi-ku. Nimalar deyapsan? Ha? Yo'q, aka, to'g'ri jahli chiqishi mumkin, lekin u qiz menga shunaqa degan edi. Bu opamning bolasi, otasi yaqinda avtohalokatdan vafot etgan degandi. Juda ham qiynalgan oila degandi. O'sha qiz hozir opam больницada yotibdilar. Bechora ayolni rasmini yuborgan edi. O'sha profilni ochib ko'rsata olasizmi? Rasmni-chi? Ha? Hozir. Tushunmadim. Profili o'chib ketibdi. Qanaqasiga? Tarmoqda yo'q. Ko'rsatchi. Baqqol. Tushunarli. Doqvor ko'ring. Mana. Ishoninglar, iltimos, aksiga olib o'sha bolani onasining rasmini saqlab ham qolmagan ekanman. E'lonni internetga joylashtirganingizda nega onasini ham rasmini joylamadingiz? Yo'q, o'sha qiz iltimos qilgan edi. Ishonishingiz uchun mana opam rasmini tashladi. Iltimos, faqat tarqatmang. Bu rasmni qo'ymang deb iltimos qildi u qiz mendan. Opam erining o'limidan keyin o'ziga kela olmayapti, qiynalyapti degan edi. Men ham solda qilib ishonibman. O'zingizga hech narsa shubhali sezilmaganmidi? Yo'q, men ham o'zim rahmim kelib soddalik qilib u qizga juda ham katta pul yuborganman. Ishonmasangiz tekshirib ko'rishingiz ham mumkin. Ha, odamlarni rahmini keltirish, ularni hissiyotlari bilan o'ynashish firibgarlarni eng asosiy quroli. Endi nima qilamiz aka? Qidirishni davom ettiramiz. Eshitaman, Xurshid. Yo'q, hech qanaqa yig'ilish qoldirilmasin. Soat 4 ga yetib boraman. Opa. Voy. Bolla qani? Vaalaykum Sho'rtami assalom. hanma? Uzr, sizni uchratganim yaxshi bo'ldi. Meni eslay olasizmi? 6-palatada o'g'lim bilan birga yotib davolangandim. 3 yasharli o'g'lim bor, ismi Zafarjon. Ha, albatta esimdan u. Shiringina po'mpala o'g'lingizmi? Yaxshimisizlar? Sanab Yaxshi, qoldim. rahmat. Opa, uzr. Xullas, menga sizni yordamingiz kerak edi. Tinchlikmi? Mabodo o'sha paytlari palataga begona birorta odam kirganini ko'rmaganmidingiz? Endi meni palatadan chiqib ketishim bor, balki payqamagandirman. Ko'zingiz tushmaganmidi? Endi o'sha kezlari endi odamlar ko'p. Ancha vaqt o'tdi, lekin begona shubhali odam qo'yilmaydi. U bola bo'lsa, onam degandingiz, bir ayol kelgandi, sizdami? Yosh kattaroq ayol edi. Keyin jiyaningiz kelgandilar, esimda. O'zingizdan yoshroq qiz kelgandi, uni o'sinim degandingiz. Mana shular esimda xolos. Opa, iltimos, yana ham eslab ko'ring. Balki birorta shubhaliroq odamga ko'zingiz tushgandir. Begona odammikin bilmasam endi. Yo'q, lekin aniq bilaman, bolani oldiga begona odam qo'yilmaydi. Shunaqa deng. Albatta. Uzr opa, rahmat sizga. Hech qisi yo'q. Bolangiz yaxshimi? Yaxshi. Bolangiz ehtiyot qiling. Ha. O'z onam bo'lishi mumkin emas. Qaynonamdan shubha qilishimni o'zi kulgili. Xo'sh, dugonalarim. Bizni bolamizga ham yuqib qolmasin, sariq yuqumli kasallik deb ko'rgani ham kelishmadi-yu. Demak, faqat jiyanim va ovsinim qolyapti.
Tavba. Nahotki o'z jiyanim bo'lsa. Yaxshisi ertaga uyga borib, hammasini aniqlashtirib kelganim ma'qul. Ertaga oyimdan xabar olaman. Shu bahona jiyanim bilan ham gaplashib, telefonini tekshirib kelaman. Mahalla raisini ayoliga gapirdim, Barnobing bor-ku. Qo'shnilarga tushuntirdim. Biza unaqa odamlar emas, biza halol pul bilan shunaqa boylik to'plagan, biza yaxshi yashaymiz. Lekin unaqa ish hayotda qilmayman, dedim. Endi bir gap tarqab bo'lgandan keyin qiyin bo'lar ekan-da, oyijon. Voy, tarqalgan gapshi xuddi parga o'xshaydi. Uchib ketadi. Har tomonga qarab. Uni yig'ishtirib bo'lmaydi. Bugun jiyanim bilan gaplashdim. Telefoniga ham qaradim. Shubhalanadigan hech narsa yo'q. Bitta o'sinim qolyapti. Nahot Zahro bo'lsa-ya? Zahroxon, Labbay, qarab orasmi? hozir. Eshitaman. Zahro, uzr, telefoningizni berib tura olasizmi? Ha, noto'g'ri tushunmang. Dugonam bilan gaplashyaptim. Shu desangiz, quvvati o'chib qoldi-da. Endi dugonamning ko'ngli nozik, ataylab qo'yib qo'yding deb xafa bo'lishi mumkin. Shundoq qo'ng'iroq ogohlantirib qo'ysam maylimi? Ha, mayli, oling. Rahmat, Zahro, baraka toping. Bo'pti, ha. Ha, aytgancha Zahro, oshxonada ovqatni tagiga qarab qo'ya olasizmi? Pasaytirdimmi, yo'qmi, esda olmayapman. Kuyib ketsa oyijondan gap eshitamiz. Xo'p, bo'ladi. Rahmat. Olov pastlagan ekan. Ay, esim qursin, uzr Zahro, siz ham ovora qildim. Bo'ldi, gaplashib oldim. Gaplashib oldingizmi? Xo'p, mayli. Ha. Gapingdan tonma. Plastik kartamni yo'qotib qo'ydim deb turib ol. Zahro. Nega? Nahot ovsinim? Nima gap? Dadasi. Ovqating pishdimi? Qora o'chib ketdi-yu. Oyinikidan kelganingdan beri hali ham shunaqa o'tiribsan. Ovqatni qo'yib turing, ma'muli ko'ring. Tushunmadim. Zahro ukamning xotini? Endi nima qilamiz? Oyijonga aytamizmi yo o'zimiz shartda chiqib gaplashamizmi? Yo'q. Nimaga? Sen uni telefoniga hozir ulanib olgansan. Agar ukam buni bilib qolsa, u bilan bilasanmi, yuz ko'rmas bo'lib ketishimiz mumkin. Unda nima qildingiz? Sen bularni hozir tezroq skrinshot qil. Yana o'chirib yubormasin. Ertaga bularni hammasini ichki ishlarga topshiramiz. Qonuniy hal qilamiz. Tushundingmi? Kim Zahrodan kutmagandim, dadasi. Nodira xabari bormikin? Agar bilgan bo'lsa ham, nahotki bila turib indamay o'tirgan bo'lsa. Siz firibgarlikda gumonlanyapsiz. Tushunmadim.
Zahro meni xotini. Uni ayblashga biror bir isbotingiz bormi? Siz o'z telegramingizdan yaqinda Zafar Odilov ishi yuzasidan Nozima Botirova bilan muloqotda bo'lgansiz. Unga ko'rsatmalar bergansiz. Yolg'on bu. Bo'lmagan gap. Bizda dalillar bor. Telefonda gaplashganingizni ham telefon kompaniyasidan surishtirib hammasini bilganmiz. Zahro to'g'risini ayt. Bu ishda seni ham qo'ling bormidi? Siz Zafar Odilovning suratidan e'lon yasab, yordam so'rab, ijtimoiy tarmoqlarda tarqatgansiz. Pulni olishda esa Nozima Botirovani kartasidan foydalangansiz. Rostmi shu gaplar? Gapir. Tan oling, boshqa chorangiz yo'q. Hamma dalillar sizga qarshi. Ha, shunaqa qildim.